Assalomu alaykum akalar, ukalar. Qarshilarda ikkita labo tayyor holatda. Biri yuk furgon bo'ladi, ikkinchisi izotermik furgon bo'ladi. E'tibor qilinglar, balandliklari har doimgidek davlat standartlari va harakat xavfsizlik talablariga mutlaq javob beradigan razmerda qilib berilgan. Alkafonimizga e'tibor qilsanglar, uloqsiz 21 mikronli eng zo'ridan qo'yib berilgan. Akalar, aldanib qolmanglar. Haqiqiy rossiyskisi mana shu bo'ladi. E'tibor qilib, har bitta detallargacha e'tibor qilinglar. Ko'pchilik joylarda endi mayli otini aytmaymiz. Rossiyskiy deb Xitoylarni qo'shib yuborishyapti. Insof o'zligiga bersin. Balandliklari keladigan bo'lsa, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.50 qilib berilgan. Hozir sizlarga ichki tomonini ko'rsatamiz. Ha, aytgancha bu bizning brendimizga tegishli yashiklarimiz bo'ladi. Ushbu yashiklarimiz mualliflik huquqi asosi ostida himoyalanadi. Ochganinglarda sizlarni ikkita xona kutib oladi. Birida akkumulyator uchun joy va ikkinchisi mashina uchun qanaqadir asbob anjomlar yoki agni-tushitlar solib qo'yishlik uchun mo'ljallangan joy qilib ketilgan. Akalar, ichki tomonni bitta ochib ko'rsatamiz hozir. Ochilish yopilishlari juda plavniy, mana o'zini maxsus qulf kalitlari bor. Sizlarga ichini ochib ko'rsatamiz. Ochganinglarda mana sizlarni bir ajoyib bo'lgan bir xonadek bo'lib kutib oladi. Oldi, ikki yoni va pol qismlari 6 mm pressovniy paner bilan shvat qilib berilgan. Patologiya va eshigining ichkari qismi to'rli bo'ladi. Hozir mana bunisini ham bitta ochib ko'rsatamiz. Bunisi alkafonli izotermik furgon qilib berilgan. Uloqsiz, hech qanaqa choki yo'q. Alkafonlarimiz har doimgidek 21 mikron. Mana urganinglarda o'zi ovozidan bilib olsanglar bo'ladi, qanchalik germetizatsiya qilinganligiga guvoh bo'lasizlar. Va ichki qismi havo sistemasi yaxshi bo'lishligi uchun orqa tomoniga akamiz xohishlariga binoan porchkalar qo'yib ketilgan. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranida telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Kimga qiziqi bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ushbu videoni maksimal darajada yaqin do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.